o'zlashtirish, tarqatish umuman mumkin emas. Ayniqsa bizani mana shu oila qurganimdan keyin oktyabr oyidan beri turmush o'rtog'imni, meni, qaynonamni hammamizni videolarimizni qo'yib tashlash holatlari rosa ko'paygan edi. Men necha marta ogohlantirdim. Unaqa qilmanglar, men chora ko'rishni boshlasam, birin-ketin yo'qoladi hammasi deb. YouTube tarmog'ida 4 ta profil o'chib ketdi, butunlay tetugi bilan. Uning ichida 400 ming odam yiqqan profil ham bor edi. Keyin navbat Instagramga keldi va men ichki ishlar xodimlariga murojaat qildim bu masalada. Va bugun tan berdim ularning ishiga, haqiqatdan. Xullas kalom, men ichki ishlar xodimlariga murojaat qilganimdan keyin uni topishgan. Hozirgi kunda ko'pchilik topa olmaydi, fake akkaunt ochsam deb o'ylashadi. 165 ming obunachisi bor akkauntni topishgan, chaqirishdi, bordim. Ajrashgan qiz ekan, 2 ta farzandi bor. Qaltirab qoldi, meni ko'rib tushunmay qoldi. Men aytayapman, nima haqqingiz bor edi buni qilishga? Bu meni oilam bo'lsa, deyapman. Hozirgi kunda bilasizlar, ko'payib ketgan, birovning shaxsiy ma'lumotlarini o'zlashtirish, obro'sizlantirish, tarqatish, u ma'lumotlarni juda ham ijtimoiy tarmoqda bu narsa rivojlangan. Bunga jazo yo'q deb o'ylamanglar. Nafaqat ma'muriy, balki jinoiy javobgarlik ham bor ekan. Endi u o'tda qanaqa u qiz keldi, nimalar bo'ldi, serial bo'lib ketganda, uni men sizlarga gapirib berishga haq-huquqim yo'q. Bunaqa ma'lumotlar ularning o'zida saqlanar ekan. Shunga endi gaplashyapmiz, topolmaydi deb o'ylagan u qiz ham bemalol qo'yib yuborgan xohlagan videosini-da. Lekin unaqa bo'lmadi. Bu profilning nomi dahshatli xabarlar, ko'pchilikning ko'zi tushgan bo'lsa kerak. Nafaqat meni, boshqa blogerlarni ham rosa qo'yib borgan. Eng glavniy aktivda men bo'lganman. Yana ko'pchilik o'zimning profilimga kirib bir narsa yozishga duxi yetmaydi. Shu sababli fake akkauntlardan kirib, mana shu profildagi hamma videolarimga yomonlab, so'kib qolgan gapini gapirgan. Hozirgi kunda nafaqat fake akkauntni, balki mana shunaqa birovlarni videolarini qo'yib, odam yig'adigan akkauntlarni ham topsa bo'lar ekan. Alhamdulillah, zo'r topib berishdi. Kechirim so'radi, biz profilni o'zimizga oldik. Hozir bu profil menda. 165 ming odami bor profil hozir menda. Endi mendan hozir u qiz juda ham kechirim so'radi. Menda 2 yo'l bor, yoki davoim yo'q deb yozib beraman, yoki javobgarlikka tortaman. Sizlar nima deysizlar? 2 ta farzandi bor deb ko'zim qiymayapti. Mana shunaqa holatga kelib qoldim, lekin serial bo'ldi u qizni qanaqa olib kelishgani, ishoninglar. O'zim men yaqinda ogohlantirib qo'ydim, qilmanglar shunaqa ishlarni deb. Chunki nafaqat bizni, balki butun xalqcha mana shunday qilvardinglar. Hamma odam biz chiqib kelamiz, har xil videolarimiz chiqib ketadi. Xalqni joniga tegib ketdik-da, ishonasizlarmi? Misol uchun hayotimizga qiziqayotgan va Feruzani hayoti nima bo'ldi ekan, men profilimga kirib, meni profilimda ko'rish kerak-da. Bitan videolarimizni qo'yib, yana bir narsalar deb yozaveribchi, hammani joniga tegib, o'shaning uchun ham nafrat, negativ degan narsa ko'payib ketdi. Spokojno yasholmaymiz-da. Bitta story qo'ysak, darrov tagiga 2 tasini rasmini qo'yadi, "Men bunaqa qilibdi Feruza Normatova, unaqa qilibdi" deb qo'yadi. Qachongacha bunga ham qonun bor. O'shaning uchun yaqinda men ogohlantirib qo'ydim, shu hammani mana shunaqa qilib o'chirib turaman, chaqirtiraman, javobgarlikka tortiraman. Deganimda 76 ming odam yiqqan bitta profil o'zimdan ruxsat so'radi. Men aytdim, "Yaxshi narsalarni qo'ying, mayli sizga ruxsat beraman" dedim. O'zim ruxsat berdim misol uchun shunga-da. Qizig'i menga pul kerak edi deyapti, qo'lida 2 ta iPhone. Xonim xodimi ham aytibdi-da, "Bu qo'lingizdagi telefonlar qancha turishini bilasizmi?" debdi. Prekrasno biladi. Ayol kishisan, narsa pishirasan, hech bo'lmasa food blogerlik qilib halol yo'l bilan bola chaqangni boqqin. Nima degan narsa u? Kimni ahvati tushsa, kimga shu podpischik kerak bo'lsa, menga yopishyapti. Men sizlarga marionetkami bunaqa o'ynatadigan? Nima degan narsa u? Birovning musibati evaziga, birovning yuragini siqilishi evaziga, birovga qilingan yolg'on, tuhmat evaziga ko'tarilish. Bu halol ko'tarilishmi? O'zingni mehnating bilan ko'tarilganga, xalqqa sevimli bo'lib ko'tarilganga, podpischik yiqqanga yetmaydi hech narsa. Men halol deb hisoblayman unaqa odam yig'ib boshqa qilishni. Alloh kifoya qilsin bunaqalarga. Endi men jazolagim ham kelmayapti. Nima qilaman, shuni jazolab anaqa ham hafsalamam.